3 xonali kvartiralarni puliga yangi qurilgan 4 xonali oppoqqina hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda Nazarbay postdan 7 kilometr kirganda tekstilda joylashgan 2/4 ta xona, alohida oshxona va podvaldan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Bu yerda bo'lsa paradning eshigimizni ko'rishingiz mumkin. Paradning eshigidan kirishimiz bilan chap tomonimizda hovlimiz uchun sanuzel, uni yonida bo'lsa yozgi oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana shu joyimizni o'ziga stol qo'yib, ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hovlimiz uchun mo'ljallangan sanuzelimizda faqat hojatxonani o'zi emas, dushovoy uchun ham mo'ljallab ketilgan. Bu yerda strivlari, bu yerdan suvlar chiqarib qo'yilgan. Shunday simestitel ulansa bo'ldi. Ishlaydigan qilib qo'yilgan ekan. Hamma sanuzellarimizga kafel ishlatilgan. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga oppoqqina traversin ishlatilgan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizning yarmi podvaldan iborat. Podvalimizda bitta qo'shimcha xona va uyimizning yuragi bo'lgan kotelli sistemamiz o'rnatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa ikkita kolodez qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'ramiz. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa stol zonalar qilib qo'yilgan ekan. Patologimiz ham ancha baland qilib planirovka qilingan. Yorug'lik yaxshi tushishi uchun shunaqa oynalargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda zalimizda joylashgan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga emulsiya ishlatilgan, pardalarni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralargacha o'rnatib qo'yilgan. Uyimizda uglovoy qismda joylashganligi uchun bu xonamizning oynasi ham ko'chaga va ham hovliga qaragan. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklarni va sifatli romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan, to'liq iliq pol qilingan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham oynalari ko'chaga qaragan. Hamma xonalarimizda keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Yashash uchun tayyor holatda shundoq kelasizlar, yashaysizlar bo'ldi. Bu xonamizning o'zini bu yerda alohida sanuzeli bor. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda ham bu yerda spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Детская spalnya qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimizda joylashgan. Bu yerda kir mashinagacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Sanuzelimizda kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi ham ko'chaga qaragan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda radiatorlar uchun ham joy ajratib ketilgan. Shuni radiator qo'yilsa bo'ldi, ishlaydigan qilib qo'yilgan. Bunaqa hovlimizni misol uchun orqa hovlili varianti ham bor ekan. Uyimizni joy egalari $91,500 deyishyapti. Ya'ni ozgincha kelishadigan joy bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizda ko'rib turganinglardek yonma-yon qurilgan uylarni qatorida joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, aynan mana shu uyimizda ko'chaning uglovoy va tarsivoy qismida joylashgan. Mahallamizni ko'rib turganinglardek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Mahallamizga yaqinda yangi asfalt qilingan ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Uylarimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa yangi hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.